5-odob. Qo'llarini baland ko'tarib duo qilish. Duo qilishda e'tibor berish lozim bo'lgan odoblardan yana biri qo'llarni ko'tarib duo qilishdir. Bu haqda hadis sharifda shunday xabar berilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror bir banda to qo'ltig'i ko'rinadigan darajada qo'llarini ko'tarib Alloh taolodan biror narsani so'rar ekan, agar shoshqaloqlik qilmasa, albatta Alloh unga o'sha narsani ato etadi dedilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, uning shoshqaloqlik qilishi qanday bo'ladi?" deyishdi. U zot: "So'radim, menga biror narsa ato qilinmadi" dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Ushbu ko'rinish ham bandaning doimo Robbining marhamatiga ehtiyojmandligini ifodalaydi.